kanalimiz a'zolari. Azizlar, mana Dekor Plus jarayonlar tugadi. Katalogimiz mana hozirgina. Endi koridorga o'tdik. 30-35 atrofida hovuzlilar 40-45 gacha bo'ladi mustahaqi. 29 mingdan sotib olindi bu. Grand Plus yangi chiqqan bu Dekor Plus. Yangi fason. Ochiq nejnikidan tanladik, sababi o'sha ko'z charchatmaydi. 13 kvadrat atrofida to'rga o'tdik mana shu yerimiz. Hozir darvozaxona, mehmonxonalar, koridor hamma joy bo'ladi. Nasib bo'lsa 5 ta. Ko'rsatib boraveramiz. Rekalar kelgan jarayonlar davom etyapti, kuzatib boringlar. Koridor. Chala bir doli. Xabar olasiz deb qo'ydim. Bu darvozaxona. Nimadan umidvorman menda. Bu mehmonxona. Darvozaxona. Ha, bu mehmonxona. Hammasi katalog bo'ladi, nasib bo'lsa. Ko'rsatib boraveramiz. Haberlar yopiladi. Kuzatib boraylik, ko'rsatib boraveramiz. Shkaturkamiz 400 kvadrat, steshkamiz 200 kvadrat. Kataloglarimiz bir 100 kvadratga yaqin. Polni patkilish olingan. Pollari steshka bo'ladigan bo'ldi. Keyin steshkadan keyin abojarlarni ham ko'rsatib boraveramiz. Qashqadaryo kasb tumanida ushbu zakas. Polni patkilish olganmiz. Mayda g'ishtdan terilgan uy. O'sha pishiq g'ishti kichkina xom g'isht variant terilgan variant. Ob'yom katta, nasib bo'lsa kuzatib boringlar, ko'rsatib boraveramiz. Bugungi sanamiz 2025-yil 28 aprel.